Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugungi leksiyarimning mazmuni sonlar sistemasining davomi. Bu mazmunni so'zlashdan burun oldi bilan o'tganda shu o'ttirib qo'yilgan bir savolga bir javobini berib o'tay. Bu nayti bir asl savol bo'ldi. Ya'ni bu savolni nima debdi deganda agar matematik formula berilsa, matematik formulani kompyuter kirgizgandan keyin uning grafni shu kompyuterda sizib chiqqili bo'ldi. Bundaq graflarni sizadigan yumshoq detallar bu nihoyat ko'p. Bu qarindishimizning savoli nima deganda, agar matematiklik bir graf berilgan bo'lsa, shu graflarni kompyuter kirgizish orqali uning formulasini topib bera olamdi degan savol ekan. Mening tushunishimcha. Bu nihoyat bir yaxshi savol. Buningga men o'tganda qisqacha javob bergandim, lekin keskin javob bermagan. Bu savolga men keskin javobini bera olaman. Matematikada buni shu statistik algoritm tuzish orqali buni qilg'ini bo'ldigan bir ish. Masalan, men oddiy bir misolni ko'rsatib beraylik. Mana bu yerda men 6 grafni bu yerga misol sifatida ko'rsatdim. 1 2 3 4 5 6. Bu 6 yil graf agar matematikadan azroq xabar bor qarindoshlar buni biladi, bu bir funksiyani bildirdi. Ya'ni bu eksponensial funksiya degan funksiya, ya'ni ma funksiyani bildirdi. Y teng bo'ldi a'ning x'inchi darajasi degan bir funksiya. Bu funksiyaning qo'llanish doirasini aytgan, buni men o'tgan qisqa deb o'tgan, bu yerda nima qilmayman, lekin hozir bizning qilmoqchi bo'lgan ishimiz nima? Kompyuterda bir program tuzib, mushundaq graflardan bu graflarning mushu funksiyani ifodalaydiganligini bildira olamiz. Mushu funksiyani kompyuter chiqarib bera olamdi degan savol. Xo'sh, buning javobi hozirgi zamon ma'lumot analizi deymiz, shu machine learning deydi. Machine learning algoritmlarni ishlatish orqali biz hammamizning xabari bor, image recognition degan, ya'ni suratlar orqali shaylarni farqlantiradigan algoritm bor. Mushu algoritm orqali qilg'ini bo'ldi ki. Sizlar o'ylab beqinglar. Agar bir odamningki ish kuchiming o'xshamagan shaklda tushgan rasmlardan shu odamni to'nig'ini bo'lamdi. Buni to'nig'ini bo'ldi. Image recognition sistemida bundaq algoritmlarni aytib ko'p, ham ancha qiyin algoritm emas. Demak, bir odamning biraming rasmidan mayli qanday shaklda tushgan rasm bo'lsin, shuningdan shu odamni to'nig'ini bo'lgan bo'lsa, bu oddiy graflar orqali nima uchun uning funksiyasini to'nig'ini olmaydi? To'nig'ini bo'ldi. Bu amaliyotda nihoyat qiziqarli bir savolki, men hamda buni biroz izinib baqdim, qarab baqsam Google orqali buni topolmadim. Agar topa oladigan bo'lsanglar, texi yaxshi. Agar topolmaydigan bo'lsanglar, u vaqtda bir program tuzish orqali buni hal qilg'ini bo'ldi. Shu o'xshamagan shakllardagi graflardan men sample deymiz statistikada. Sample'larni tanlab, sample orqali matematiklik algoritmni, ya'ni matematika model deymiz, matematik yoki statistik modeldan birini tuzib chiqqandan keyin uni qilg'ini bo'ldi degan gap bo'ldi. Xo'sh, bu savolga mening javobim shu, ya'ni javobim keskin, qilg'ini bo'ladi. Shu inimizga, shu savolni o'ttirib qo'ygan inimizga rahmat aytaman, chunki bu inimizninki bir hisobda savol so'rash qobiliyati bor ekan-ku. Chunki bundaq narsalarni balkim hammadan bu matematik formulani kompyuter kirgizib, uning grafini sizmiz deb o'ylaydi, lekin graflar berilgan chaqda shu graflar orqali
matematik fonksiyan to'nig'ini olamdi degan savol. Bu nihoyat esil savol bu. Rahmat shu inimizga. Xo'sh, endi bugungi mazmunga kelaylik. Başlaştım burun aldı bilen ötkende tanıştığan sanlar sisteminin türlerini bir xulaslap ötey. Benim meyede men mavu Venn diagram deymiz bunu tüzüp çıktım. Bir yerde şu sanlar ne mavu in natural sanlar. Andın mavu z bütün sanlar ya ki integrallar. Q bu rasyonel sanlar. Rasyonel sanlar deganimiz kasir san süpütü yazılıb bolduğan sanlar rasyonel sanlar deb ataldı. Ondan irrasyonel sanlar. Irrasyonel sanlar deganimiz kasir san arqali ifodalanib bo'lmaydigan. Masalan, 2'nin kvadrat yildizi. O'tgan tanıştırgan mavu Eulers'ning soni. Endi pi. Yani çemberekning aylanmasının uzunluğunun diametriga bo'lgan nisbati. Bu irrasyonel sanlar kirdi. Yani bularning toplami endiki mavi real arqali ifodalanadigan real sanlar yoki mavi inglizchada real numbers deydi, real sanlar. Bu endi ba'zida buni nima haqiqiy sanlar deb ataydi ekan, men yana real sanlar deb atagan yaxshiroqmikin deb o'ylayman, chunki haqiqiy deganninki ma'nisi to'g'ri aniq bildirmaydi, chunki real sanlar deganni. Chunki hamma sanlar haqiqiy sanlar. Shuning uchun bu yerda real sanlar deb atag'inimiz yaxshiroq deb o'ylayman. Endi yana bir xil sanlar var. Bu nima deganda inglizchada imaginary number deydi. Bu endi uyg'urchada mavhum sanlar deb atilgan. Hozircha mavhum sanlar deb ataydi. Endi buni imaginary number deganimiz buni men o'tganda qisqacha tanishtirib o'tdim. Keyin vaqtda yar berganda yana tanishtiraman. Bularning hammasi ne yig'inchoqlab nima deymiz deganda kompleks sanlar deb ataymiz. Hem Uyg'urchada murakkab sanlar deb atiladi. Hamda u to'g'ri murakkab san degan atalg'u to'g'ri to'g'ri tushmaydi. Shuning uchun kompleks sanlar deb oldim. Bu sanlarni turlarga bo'lganda mushta atildi. Endi bugun men nimani tanishtirmoqchi bo'laman degan chaqda sanlar sistemlari degan bir uqumni tanishtirdik. Biz odatda ishlatayotgan sanlar o'nlik sistemi kirdi. Yoki desimal sistem deb ataladi. Sanlar faqat desimal sistem emas. Bunun o'xshash boshqa nurg'un sistemlar var. Biz odatda ishlatadigan sistemlar mana tövəndikicha bo'ldi. Men dedim desimal sistem deganimiz 10'ni asas qilgan sanlar sistemisi. Mesela kompleks sanlarning türlerinin hammasi şu 10'ni asas qilgan sanlar sistemi orqali kelib chiqqan. Endi kompyuter sohasida 2'ni asas qilgan sanlar sistemi bor. Buni inglizchada binary system deb ataladi. Endi Uyg'urchada mencha shu binary system deb atagan yaxshiroq deb o'ylayman. Meningki shaxsiy fikrim. Chunki bu binary system degan shu kompyuter texnologiyasida ishlatiladigan asosli sanlar. Ondan bu 8'ni asas qilgan sistem. U oktal sistemisi deb ataldi. Şunun o'xshash 16'ni asas qilgan sistem hexadecimal sistem deb ataldi. Bundan boshqa yana 60'ni asas qilgan Babiloniyalarninki ishlatgan bir sistemisi bor. U qadimgi ishlatgan sistem. U 60'ni asas qilgan sistem. Uni hexadecimal sistem deb ataladi. Ondan yana bir sistem var, bu 20'ni asas qilgan sistem Maya medeniyetida o'z vaqtida qo'llangan sistem. Bu
vigesimal sistem degan. Endi bu yerda bundaq sistemlardan yana nurg'unlari bor. Ularni mening yana ta'kidlab o'tay, meningki ko'z qarashimcha bularga o'zimiz ism qo'yib yurmaylik. Chunki bu atalg'ular xalqaralashgan. Xalqarada umumlashgan. Nima uchun 8 ni ok deydi, nima uchun sexagemal, vigesimal degan ismlar bor. Bularning hammasining tarixi bor. Bu yerda biz ularga atalg'u qo'yishga boshlaydigan bo'lsak, bularningki nurg'un uqumlar qalayim qolishib ketdi. Mesela 2'lik sistem, 10'lık sistem, 8'lik sistem, 16'lık sistem, 60'lık sistem, 20'lik sistem dep atsak buluyordu. O biraz düşünüşlük oldu. Nime üçün muşlarını buşundaq dep atıldı degan to'g'riliq mana shu tövende sizlarga bir tafsiliy tushuntirib chiqay deyman. Bu mazmunlar balkim ba'zan qarindoshlarga zerikishlik bilindi, lekin bularning hammasi biz bilishga tegishlik asosli hukmlar. Biz kunda ishlatib ketyapmiz bularning nurg'unlarini. Masalan, decimal sistem bilan binary sistem, andina 60'lık sistem ishlatyapmiz. Masalan, 1 soat 60 minutga bo'lindi. Shundaymi? 1 minut 60 sekundga bölündü. Şularning hammasiningki sababi mushlardan kelib chiqqan. Mesela sanlar sistemi sizde hisobot ilib berish degan chaqda bu vaqtida qaysi sanlar sistemi sizde amal bijirayotganligimizni bilishimiz lazım. Tunji tanishtirganim bu decimal sistem deymiz, uni o'nliq sanlar sistemisi deb atıldı. Yani bu şu 0'dan 9'gacha bo'lgan 10 raqam orqali ifodalanadi. Mesela bu yerda menda qarab boqaylik. Bu yerda 90.587 ni qanday deb yozgan oldu deganda bu teng bo'ldi 90.000 plus 0 plus 500 plus 80 plus 7. Nima uchun buni o'nliq sanlar sistemisi deb ataydigani mana mediki tangliming va o'ng tarafidan bila olamiz buni. 90.000 ni 9 bilan 10'ning 4. derecesinin köpeytmesi deb yazgan oldu. 0 ni 0 bilan 10'ning 3. derecesinin köpeytmesi deb yazılır. Şunun o'xshash 5 bilan 10'ning kvadratının köpeytmesi 500 ga teng oldu. Shunday qilib yozganda mana demak biz har qanday bir sonni shu 10'ning derecesini o'z ichiga olgan ifodalaymiz. Shuning uchun buni o'nliq sistema yoki decimal sistem deb atiladi. Bu yerda yana bir misolni ko'rsataymi? Masalan, biz odatda do'konlarga kirsak, ma'lum narsaniki bahosini 50 dollar demaydi-ku, 49 dollar 99 sent deydi. Bunimi şu decimal sistem orqali yozadigan bo'lsak, bu mendaqli gapmi? 40 plus 9 plus 19 plus 100'den 9. Buni yanıla şu 10'ning derecelerini o'z ichiga olgan ifoda orqali ifodalab ketalaymiz. Mana bu yerda yozilibdi 40 4 bilan 10'ning 1. derecesini ko'paytmasiga teng oldu. 9 bilan 10'ning 0. derecesini ko'paytmasiga teng oldu. Bu yerda hammamiz bilamiz, har qanday sonning 0. derecesi o'ziga teng, 1 ga teng oldu. Yani shuning uchun ma'u ifodalamaydi. Endi bu yerda ma'u muhim bir nuqtada bu yerda. Endi ma'u 10'dan 9'uncu. 10'dan 9'uncu desak bunimi biz 9 bilan 10'ning minus 1. derecesinin köpeytmesi deb yoza olamiz. 100'dan 9 ni 9 bilan 10'ning minus 2.
derecesinin köpeytmesi deb yazılı oldu. Şu vaqtida mana ma'u ifadeler çıkıyor değil mi? Bir yerde bulanı ko'rsatish maqsadim shuni deb shu o'nliq sistem to'nishtirish uchun. Bu lekin sonlar sistemasi hammasi o'nni asos qilgan emas. Tövende yani başkalarını tanıştırmam da meyada muşu mayada bergen 23.501 bütün 15'ni qani agar qiziqadigan bo'lsanglar mushu o'nliq sistem sonlarninki yig'indisi qilib yozib beringlar. Shu orqali esinglarda qoldi. Va ikkinchisi vigesimal sistem, ya'ni 20 ni asos qilgan sonlar sistemasi deb ataymiz. Buni ko'rsatdi. Bu shu qadimgi zamonda Janubiy Amerikadagi Mayan medeniyetida qo'llangan sonlar sistemasi ekan. Bularda nol belgisi oldu. Mana meyada ko'rsatilgan mana shular ishlatgan nolning belgisi. Endi bir to'shqa bo'lgan bo'lsa, birini ifodalaydi, ikkisi 2, 3, 4 shunda davomlashib qilib, endi 5 kelganda 5 ni bir siziq orqali ifodalaydi. 5 bo'lgandan keyin 5 ning ustiga mana bir to'shqani qo'shgandan keyin bu 6 oldu. Şunun 2'si qo'shilsa 7 oldu, 3 qo'shilsa 8 oldu, 9 shunday qilib. Endi 10'ga kelgan chaqda buni 2 siziq, ya'ni 2 baldoq orqali ifodalaydi. Endi o 2 baldoqni uchiga 1, 2, 3, 4 shu nuqta damdoq, to'shqa damdoq shuni qo'shgandan keyin bu mana 10, 11, 12, 13, 14 deb müştaq keldi. Yani 3 baldoq nima 15 ni bildirdi. Şu vaqtda 3 baldoqning ustiga birini qo'shilgandan keyin 16, 17, 18, 19 şu yer to'xtab qoldi. Shuning uchun bu 20 ni asos qilgan sistem, ya'ni vigesimal sistem deb ataymiz. Bu yerda misolni ko'rib boqaylik. Bu yerda agar bu 321 endi desimal sistemda o'nliq sistemda buni 321 deb qaraymiz. Lekin bu vigesimal sistemdagi 321 bo'lsa, buni hozirgi desimal sistemga tarjima qilgandamda, ya'ni conversion deydi, buni o'zgartirgan bo'lsak, desimal sistem sonlarga o'zgartirgan bo'lsa, bu qanday bo'ladi degan birinchi o'rindagi 3 mana. Bu 3 nimaga teng bo'ldi deganda 3 bilan 20 ning kvadratning ko'paytmasiga teng bo'ldi. Bu yerda shuni bayqaylik. Bu yerdagi hamma sonlarni 20 ningki darajasi orqali ifodalaydi bo'ldi. Endi 2 bo'lsa, 2 bo'lsa 2 meye qarab bakaylı 2 bilan 20 ning birinchi darajasini ko'paytmasiga teng bo'ldi. 1 bo'lsa 1 bilan 20 ning 0 darajasini ko'paytmasiga teng. Abay deb o'tdim, har qanday sonning 0 darajasi 1 ga teng bo'ldi, shuning uchun u 1 ga teng bo'ldi. Demak, biz ham hozir mayaqdagi hisoblayotimiz o'nliq sistemga o'zgartiryapmiz. Shuning uchun buni hesaplab chiqilgan bo'lsak 1200 plus 40 plus 1 bo'lib, eng oxirida 1241, ya'ni desimal sistemdagi 1241 ga teng bo'ldi. Shu demak bu nimani ifodalaydi deganda, vigesimal sistemdagi 321 desimal sistemdagi 1241 ga teng. Bu gerçi biraz galit görüngen bilen, bu şu öz vaqtida Maya medeniyetide şu belgiler yani bular özleri san deymiz o hazır. Rakam değil, rakamlar arqali sonlarni ifodalaydigan bu. Endi hexadesimal sistemga kelaylik. Bu sistem 60'ni asas qilgan, ya'ni 60'lik sonlar sistemasi deb atildi. Endi bu yerda bularni men shu hozirgi desimal sistemdagi sonlarga o'zgartirib yozadigan bo'lsam, bu yerda
Bu cami bir yerde 60 belge buludu. Yani nölden başlap 1, 2, 3, 4 şunda sanap gelip 58, 59 gıça. 59 toxtab gelip endin bu sanlarının derecesinden bir örülündü. Ben ötkenki leksiyerimde şu seksadesimal rakamlarını tunuştuğun o vaxtda elbette bu sanlar şu vaxtki belgeler arkalık ifadelengen. Hem de meyede ben misalını göstereyim. Hani mayakta qaraydigan bolsak, meyedeki 3 belge birinci orunu 10'nu bildirdi. İkinci orundaki belge 11'ni bildirdi. Üçüncü orundaki belge 22'ni bildirdi. Şu vaxtda eğer şu hexagemal sistem boyunca yazdıgan bolsak, 3 belge nemege teng oldu degende mana meyede körüp bakaydı. Bu 60'ni asas kılgan bu aşka birinci orundakisi 10 bilen 60'nın kvadratının köpeytmesi plus ikinci orundaki 11 bilen 60'nın birinci derecesinin köpeytmesi plus üçüncü orundaki abay dep öttüm bu 22 koşka bu 22 bilen 60'nın 4. derecesinin köpeytmesiga teng oldu. Şu vaxtda biz hem de materyaptikler hemmesi desimal sistem boyunca hesaplangan sanlar. Şunun için bunu 10'ni 60'nın kvadratı köpeytilgan bolsak 36 mingga teng. 11'ni 60 köpeytilgan bolsak 662 teng. 22'ni 1 köpeytip bolsak. Çünkü o 60'nın 4. derecesi 1. Şunun bu yanında 22 kaldı. Bularning yig'indisini hesaplaydigan bolsak, belgedeki hexagemal sistemdeki bu san hazırki desimal sistemdeki 36.682 tane oldu. Hem de en ahırda binary sistem deyimiz, yani ikini asas kılgan sanlar sistemini bir kur tonuşturuydu. Hem de hemmeyle bilimez. Bu ikini asas kılgan sanlık sistem hazır şu kompüter sahasında asasen kompüter sahası işletildi. Hem de naiti keng dair işletildi. Kompüter şu işkilik sanlar sistemisiz mevcut bulamaydı degen gap. Yani bunu görüp değil. Bu fakat nime degende bu işkilik sistem bo'lgandan keyin bu fakat ikili rakamlar ölçüsü oldu. Yani 0 bilen 1. Bunun da başka çıkan rakam işlenmedi. Şu vaxtda da sol taraftaki kurunu qaraylı. Bunun da elbette ikilik sistem 0'dan başlandı. Ondan bunun da 1 bağ. Bu ikilik sistemdeki 0 desimal sistemdeki 0'ga teng oldu. İkilik sistemdeki 1 desimal sistemdeki 1'ge teng oldu. Bırak bu ikilik sistemde fakat 2 rakam mevcut bo'lg'achqa 0 bilan 1 bo'lg'achqa endi o 2'ni desimal sistemdeki 2'ga kelganda bu qanday oldu deganda bir xoni ko'tarilib bu 10 oldu. Demek binary sistemdeki 10 desimal sistemdeki 2'ga teng oldu. Şunun uchun davomlashib keladigan bo'lsam 11 3'ni ifodalaydi, 100 olsa 4'ni ifodalaydi, 101 5'ni ifodalaydi, 110 6'ni ifodalaydi. Şunun o'xshash mana 10'gacha bo'lgan sonlarni men yerda ratlab chiqdim. Uni bu belkim ba'zilarga g'alati ko'rinishi mumkin, lekin kompüter sohasida bilim bog'lariga nisbatan bu nihoyatda oddiy bir misol. Demak, faqat bu yerda nimani ko'rsatdim deganda desimal sistemdeki 10 rakamni 10'gacha bo'lgan sonni bilan binary sistemdeki 0'dan 10 bo'lgan sonlarninki shu selishtirma jadvali bu yerda. Endi qarab bakaylı. Bu ikilik sanlar sistemdeki sonni 10'lik sanlar sistemimizni o'zgartimiz deydigan bo'lsak. Bu yerda ma tanglimidan buni
asanlık görüyorsun oldu. Mesela işkilik sistemdeki 101. Birinci orundaki 1 bilen 2'nin kvadratının köpeytmesi giden. İkinci orundaki 0 bilen 2'nin birinci derecesinin köpeytmesi giden oldu. Üçüncü orundaki 1 olsa 1 bilen 2'nin 0. derecesinin köpeytmesi giden oldu. Şu an demek bu işkilik sistemdeki her kandak san bu şu işkini asas kılan ifade arkalık ifadelenir oldu. Şu vaxtda da bunu yeşiltidigan bolsak, mana 2'nin kvadrat 4 oldu. 0 bilen her kandak nas köpeyt, her kandak sanının köpeytmesi 0 olgaçka ve onu kısaltılıp ketdi. Şu ahirki 1 bilen 2'nin 0. derecesi degan 1 tang oldu. Şu vaxtda bu 4 bilen 1'nin yığındısı 5 tang oldu degandek. Mana meyede biz körsatgan mana 100 mana 101 5 tang oldu deganda bu şu arkalık mı? İşkilik sistemi arkalık ifade oldu. Endi meyede qaranglar biz. Belki ba'zilar kichik sonlar asanki cho'ngroq sonlar oldu degan. Cho'ng sonlarmi o'xshash. Mesela meyede binary sistemdeki 1 0 0 1 0 1 0 1 deganni agar desimal sistemga almashtiradigan bo'lsak, u yerda biz qanday qilamiz deganda, shu raqamlarning sonini oldi sanaymiz. Mesela raqamlarning soni 1 2 3 4 5 6 7 8 oldu. 8'nin birini yetip birinci orundaki 1 bilen 2'ninki 7. derecesinin köpeytmesi. İkinci orundaki 0 bilen 2'nin 6. derecesinin köpeytmesi oldu. Şunun o'xshash davomlashib kelib, mana eng oxirdagi birga chiqaganda u birni yanıla abay deb o'tgandek birninki 1 bilen 2'nin 0. derecesinin köpeytmesi oldu. Şu vaxtda bunu yeşip çıkılan bolsak, mana hesaplap, ama desimal sistemdeki sonlar şunun için asalını hesalaymiz. Birinci orunda 2'nin 7. derecesi degan gap. 2'nin 7. derecesi 124 tang oldu. Hem de eğer 0 bilen her qanday sonning köpeytmesi 0 olgaçka, yani ben qisqartib etdim. 0'larni öz çağan sonlarni hepsi 0 yazmadım bir yere. Hem de 2'nin 4. derecesi. 2'nin 4. derecesi 16 tang oldu. Onundan qalgan 0 bulmagan son nima deganda 1 bilen 2'nin kvadratının köpeytmesi. O 4 tang oldu. En ahirki son 1 oldu. Şu vaxtda da bularning yig'indisi, mana qarab baqayli. Bularning yig'indisi şu vaxtda 124 ga plus 21 oldu. Şu vaxtda da tang oldu 145. Demek uzun görüngen 1 0 0 1 0 1 0 1'den ibaret binary son desimal sonlar sistemi, yani onluk sonlar sistemideki 145 tane oldu. Bu hesaplashlar nayta g'alati ko'ringan bilan, hamda hozirgi mana shu kompyuterlarda hammasi har qanday narsani deb qo'yadi. 1 bilan 0 orqali ifodalaydigan ifodalanadi. Şu vaxtda hesaplashma mushu hesap bo'yicha ma'noda. Bu yerda conversion deymiz, mushu bo'yicha o'zgartirildi. Bu yerda mushu binary system sonlarni qo'shish, elish oddiy misollardan bir ikkisini ko'rsatay. Mana bu yerda ko'rdinglar, mana binary system sonlar. Bu yerda 1 bilan 0 dan boshqa sonlar ko'rinmaydi. 1 0 1 1 0 ni 1 0 0 1 ga qo'shilgan bo'lsak, u vaqtda qanday oldu deganda en ahirki o'rindagi mana 0 plus 1 olsa 1 oldu. Mayadiki 1 plus 0 yanıla 1 oldu. 1 plus 0 1 oldu. 0 plus 1 1 oldu. Ama en aldidagi birni uddul yetkazib kelmiz. Şu vaqtda buningki yig'indisi 1 1 1 1 1 tang oldu. Mayada bu sonni desimal songa almashtirganda bo'yicha almashtirib uni 31 tang deb buni ko'rib olasizlar. Hamda bu yerda mana qaraylik hamda. Yuqoridagi hamda hammasi qo'shgan chaqda 1 chiqadi ekan, shuning asosan deymiz. Lekin bu yerda 1 bilan birlar alınmışıp çıkan chaqda. Masalan 100
101'ni 111 qo'shsak, vaqtida qancha bo'ldi? Vaqtida 1 bilan 1ni qo'shgandan keyin endi 2 deb hisoblaymiz, lekin binariy sistemda 2 degan son yo'q. Shu vaqtida u bir xoni ko'tarilib, u vaqtda 1 bilan 1 10 ga teng bo'ldi. Shuning uchun mega mana bu bir chekit orqali 10 ni ifodaladik. Endi meyada o'zida 1 va 0 bilan 1ni qo'shsak 1, meyada ma 1ni uning qo'shiladigan bo'lsak, bu yana 10 ga teng bo'ldi. Shuning uchun meyada yana 1 ko'tarildi, bu 10 chiqdi. Shunday qilib, ma 1 plus 1 10 oldu. Onunla 1 plus 1 10 oldu ikilik sistemde. Onunla yani birini koşursak 11 oldu. Şu vaqtda 11 1 1 0 0 degan ma binary sistemlik son kelib chiqadi. Buningki decimal sistemdeki qimmati 12 ga teng. Bazılar albatta so'raysizlar, buni plus amilni bijirgili bo'ldi ekan, minus amilni bijirgili bo'lamdi. Uni albatta bo'ldi. Nima uchun? Yani faqat bizning nima ko'nglimizda bu yerda faqat ikki son bilan ikki son bilanla o'ylashyapmiz deb o'ylaydigan bo'lsak, bu vaqtda bu shu odatdagi hisoblash usulini bir yerga qo'llanib ketadi degan so'z. Masalan, 101 dan 11'ni ivitayli. O vaqtda qanday oldu? Biz aldı bilan 0'dan 1'ni alamizda, lekin bu 0 yo'q bo'lgandan shunga bir xonani aldidikidan nima o'tni alamizdan-doq. Shu vaqtda bu 10ni 1'ni o'tni berib, shunga bu 10 oldu. 10dan 1'ni chiqarib olsak 1 qoldi. Chunki ikilik sistemdagi 10 2ni ifodalaydi. Bu yerda shu vaqtda ma'ni ib ketganiga bu yerda 0 qoldi. Albatta yana bir bu 0'dan 1'ni ilish uchun albatta bizga yana bir sonni uni o'tni ilishimiz kerak. Shu vaqtda bu 1ni uyaga o'tni oldik. Bu yerda 10dan 1ni o'timiz yana 1 qoldi. Shu vaqt demakda 110 dan 11ni o'tadigan bo'lsak 11 ga teng bo'ldi. Bu haqiqatan g'alit ko'rinishi mumkin, lekin bu shunday. Shuning o'xshash bu yerda shuni deb o'tayki, ko'paytish amili, bo'lish amili degandek va boshqa amallarni bu ikilik sistemda shu uslublar orqali bejirildi. Abay bu rim raqamlarini bir qor tunishtirib o'tdim. Endi deb o'tgandek rim raqamlari ama ishlatishda nihoyatda murakkab. Bu yerda har bir harflar orqali ma'lum sonlarni ifodalaydi. Shuning uchun bu yerda masalan 2022-yili deganni rim raqamlari bo'yicha yozadigan bo'lsak XX 11 ga teng bo'ldi. Nima uchun shunday bo'ldi deganda bu yerdagi bir m ning o'zi 1000 ni ifodalaydi. Shu vaqtda 2m 2000 degan so'z bo'ldi. Demak m degan 2000 ifoda. Endi bu yerda x ni alaylik. X albatta rimda uni x deb o'qimaydi. Men bu yerda oddiylashtirib x deb o'qiyman. X degan 10 ni ifodalaydi. Shu vaqtda 210 ni bir yerga qo'ygandan keyin bu 20 ni ifodalaydi. Demak, nima chiqdi deganda 2020 degan chiqdi. Eng oxirgi 2 ni 2i orqali ifodalandi. Shu vaqtda bu mana shu mmxxii deganimiz shu 2022 ga teng bo'ldi degan. Buni qarab boqaylik. Mana bu yerda ma'ni yechitadigan bo'lsak, manda deb yozgan. Yana 2 ko'paytimiz 1000 plus 2 ko'paytimiz 10 plus 2 ko'paytimiz 1. Neticesi 2022. Endi qarab boqaylik. Lekin hammasi bundan oddiy ifodalanmaydi. Mesela 1967 ni alaylik. 1967 ni yozgan chaqda bu biroz murakkablashib ketadi. Abay deb o'tdik, m 1000 ni ifodalaydi. Shuning uchun bu m 1000 ni ifodalaydi. Endi c-chu. C deganimiz 100. Bu c m'ning oldiga kelgandan keyin m'dan shu 100 ni ivitadigan gap bo'ldi. Shu vaqtda 1000dan 100 ni ivitib 900 kelib chiqadi. Cm degan 900. Endi 6-chu. 6 deganda 5, v degan 5 ning belgisi.
5 bilen i'ni qo'shsak bu 6 teng oldu. Şunun için vi 6 teng. En ahir kelgan chaqda v bilen 2i. O vaqtda 5 bilen 2'nin yig'indisi yani 7 teng oldu. Şu vaqtda MCM vi degan 1967 yılı degan. Mishada bu şu men öz vaqtıma Rimga bargan chaqda nurg'un mushundaq sanlarni ko'rdimchu, ashada qadimgi qurilishlarda. Buni o'qish ba'zi sonlar nihoyatda murakkab, uzun yozilgan. Lekin bu qoidalarni bilib olganda yana ularning nimani ifodalaydiganini bilib olgani bo'ldi. Ammo bu Rim raqamlarida bir nihoyatda cho'ng kamchilik bor. Bularda nol yo'q bo'lganlikdan hisoblashlar nihoyatda murakkab. Men bir oddiy qo'shish misolini men ko'rsatib qo'yay. Bu yerda elish misol, qo'shish, elish misoli garchi ügünü vağını bo'lgan bilan ko'paytirish, bo'lish amallariga kelgan chaqda u shu maxsus mutaxassislar qila oladigan bir ish bo'ldi-da. Şu nölning yo'qligidan shundan bo'lib chiqqan. Mana men qani misolni ko'rib boqaylik. Men yerda oddiy mana 23 ga 14 ni qo'shaylik. Bu Rim raqamlari bo'yicha yozganda 23 abay deb o'tdim. 2x 20 ni ifodalaydi. i'ning i 1 ni ifodalashga 23 degan mana xx i bo'lib yozildi. Endi 14 deganimiz 10x. Endi i'ni 5 ning oldiga qo'ysak u 4 bo'ldi. x i v dan. Buni qo'shqanda qanday qilamiz deganda mana men yerdan endi shularni bilish kerak-da, bu yer qaysilar yakka sonli ifodalaydi, qaysilarligi o'rlangan sonliqi nima, o'rlangan sonlarni ifodalaydi, bularni bilish kerak. Shu vaqtda bu yerda qarab mana bu 30 oldidagi 3x 30. Shundami 30 bo'lganiga 3x tang bo'ldi. Endi oxirdagisi avu 7 ga tang bo'lg'ashqa v i deb yozildi. Shu vaqt x v i degan mana bu yig'indisi 37 ni bildirdi. 23 bilan 14 ning yig'indisi 37 ni bildirdi. Bu Babilonninki heksagemal sonlar sistemasi deb ataladigan 60 ni asos qilgan raqamdir. Bu yerda sol taraf qaraydigan bo'lsak, o'sha kichik 3 bulon ostiga tik chiziq chizilgan ana shu birni ifodalaydi. Shularning soniga qarab, endi bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ga kelgan chaqda mana tik yatqanlık 3 bulun şekildeki signal arkalık belginde 10 ne. Şu tertip boyunca bu heksagemal sistemimizde cemi 59 son var. Bir yerde Babilonluqlar bu sonlar sistemimizde nöl ne işletmeye, nöl yok edi vaqtda. Şu vaqtda da mana 60'ning o'rniga shu bir belgisi keladi ekan. Demak bu 60 ni asos qilgan bir xil sonlar sistem bo'lib, bu nihoyat kona. Ya'ni mana bu tarix kitoblar deyilish, mushu sistemdek sonlar milodiyadan burungi 3000-yillardan boshlab paydo bo'lgan ekan. Nihoyat kona bu. Jadvalda şu qadimdan tortib hozirgacha bo'lgan shu raqamlar sistemasi tuzilgan bu yer. Eng yuqoridagi bu Babiloniyalar ishlatgan. Babiloniyalar o'nliq sistemni ishlatmagan. Ular 60 ni asos qilgan heksagemal sistemasi ne işletken. Bu bir yerde fakat şu oldidagi 10 sonning şeklini bir yerde gösterildi. Keyin sırlıqlarımız şunun o'xshab ketadigan belgilar orqali birdan 10gacha bo'lgan sonni ifodalagan.
keyin Greklar ishlatgan bular o'zlariniki harf orqali sonlarni ifodalagan bu yerda masalan meyda ko'rsatibdi grek harflari ifodalagan bu faqat bir xil usul endi dimqi xitoylarmi shu siziqlar orqali sonni ifodalagan mana meyda xitoycha xatlar turibdi 1dan 10gacha bo'lgan bu yerda tarixdagi bir cho'ng o'zgarish nima deganda mayanliklardan boshlandi mayanliklar nol belgini ishlatgan garchi bu yerdagi ko'rsatilgan simvollar 20 asos qilgan vigisimal sistemninki belgilari bo'lsa-mu, lekin bularninki shu vigisimal sistemda nol belgini ishlatgan. Eng oxiridagi qur qaraydigan bo'lsak, nolni ifodalaydigan bir belgi bor. Endi hindilar endi shu hozirgi zamonda biz ishlatayotgan nolning belgisini şu hindilar ijod qilgan deb qaraldi. Ular mana bu yerda 1dan 10gacha bo'lgan son qo'shimcha nolning belgisi. Nolning belgisi ana shu yerda bir kichik chambarak orqali ifodalagan. Buni hamda tarixchilar buni shu 6-asrlarda, hatto ba'zilar 5-asrda degan gaplar bor. 5-6-asrlarda tunji bo'lib ishlatgan degan gap bor. Mening yozgan maqolamda shuning tafsilotini biroz tushundirdim. U keyin hamda bu yerda turk, arablar bu yerda nihoyatda cho'ng rol o'ynaydi. Shu hindi raqamlar sistemasini Yevropaga tunishtirishda nihoyatda cho'ng rol o'ynaydi. Eğerda 15-asr debdi amaliyotda buningda xeyli baldır. Bu yani shu 8-asrlarda yani Abbasid imperiyaning podshosi Mansur Xon Bag'dodda shu dunyoning har qaysi yerlaridan olimlarni to'plab o'sha qadimgi Grek, qadimgi Rim, ana qadimgi Hindiston ve başka joylardagi shu fan texnik kitoblarni arabchaga tarjim qilgizdi. Bu aql uyi deb bir dangliq uyi bor Bag'dodda. Hozirgacha bor deydi. Shu yerda Al-Xorazmiy deymiz. Al-Xorazmiy shu vaqtda bir hindi matematik kitoblarni tarjim qilib, endi o'zining tadqiqot natijalarini kirgizib bir dangliq bir kitobni yozdi. Shu kitobda shu hindi raqamlarni ishlatadi, endi nolni ishlatadi, endi keyin shu matematik amallar, qo'shish, elish, ko'paytirish, endi keyin geometriyadik amallarni kirgizib bir nihoyat yaxshi bir kitob e'lon qilgandan keyin u kitob yozilgan vaqtda amaliyotda 730-yillar deyman, shu vaqtlardagi ish bu. 15-asr emas. Shuncha yedik 15-asrdan xato beslib qolibdi. Buning tafsilotini men maqolamda yozib chiqdim, shuni o'qib chiqsanglar bo'ldi. Endi bu yerda shu Al-Xovarizmiy hindi raqamlarni arabchaga tunishtirgandan keyin shu sababdan bu hindi arab sonlar sistemasi deb atalib, hozirgi biz ishlatayotgan sonlar o'xshab ketadigan sonlar shu vaqtdan boshlab ishlangan. Endi albatta eng oxirgi kursi mana biz hozir ishlatayotgan o'nliq sistemning raqamlari 1dan 10gacha endiki 0 bu yerda qo'shilgan. Bu mundaqcha aytgan chaqda bu hozir biz ishlatayotgan shu raqamlar shu 7-asrlardan boshlab arab dunyosi tunishtirgan, lekin Yevropaga tunishtirgan vaqtlar biroz kechikkan. 15-asrlarda bordi yani vaqtlarda. U jarayonni men yozgan maqolam tunishtirdim. O'qib chiqaysizlar.